So'rasin. Bo'layotgan narxni aytaymi, maydalashib savdo qilaymi? Moshin bor ekan, savdo qilaymi. Bo'layotgan narxni aytaymi, 25 million bu narx, bo'layotgan narx. Ochiq bering, 500 ming so'm qo'yib sotaman, kim olsa olsin. Bundan baland olmaydimi? Moshin sel kirasiga, oldi normal udar ekan. Bitta yaxshi tomoni, yoqqan tomon, orqasi yaxshi ekan. Bagajni ichi. Keyin ichi akkumulyator turgani uchun chiroyli ko'rindi. Yangi akkumulyator qo'yib turibdi-ku. Uni olib yoqqa qo'yib olishadi. Boshqa tomonni bilmadim. Bo'lsa 25 million olib qolaman. 500 ming so'm qo'yib sotaman. Ko'zingizda oldicha. Mayda chuyda savdo deydi. Asal qo'shing. Qo'shilayotgan emas, olsa bo'ladi. 1 million olib savdo qilib ko'ramiz. Bundan baqay savdo qiling desangiz, minusga savdo qilaveraman, 24 beraman. Shunday. Bo'layotgan narxi 25, taqim qochirmas so'rayapman sizdan. Hali vaqtingizga zapravkalar yopib, Nexalar kela olmayapti-da. Nexalar bunday olmaychi. Xudo xolasa birinchidan deyapti, endi kim biladi, ochilsa keyin ko'rasiz. Qanday Nexalar berib olaman. 2012 Lux kansaringlar berib olganman 25 millionga. 2009 motorni qilib chiqdim deyapsiz. O'sha uchun mayli deb 25 million so'radim. Bo'lsa bering. 500 ming so'm qo'yib sotaman. Kim olsa 500 ming so'm qo'yib sotaman. Qachon sotishimni xudo biladi. Xohlasa shahdan chiqsa, shahdan chiqqanga beraman. Bo'lmasa ham sizga pulini berib yuboraman 500 ming. Uni ko'p pul qo'yib bo'lmaydi. Asal qo'shing. Olsa bo'ladi, do'stim. Ismingiz nima edi? Shamsiddin. Shuning uchun so'radim. Shamsiddin bir narx aytaymi, maydalash savdo qilaymi dedim. Bir narx ayting deganingizga, bo'ladigan narxni aytdim men. Yo'q, maydalash savdo qilib, keyin 24 lar chiqib, 5 lar kunaman desangiz, men 20 dan 18 dan boshlayman. O'sha uchun so'radim. Savdo qilgis kelyaptimi? Yo, shuni bitta narx aytaymi dedi. Yo, bitta narx aytaymi dedim. O'sha bitta narx ayting dedi. Yo'q, aka savdo qilamiz desangiz, men 18 milliondan boshlayman. O'sha uchun realni bitta narxini aytdim. Qo'shib bo'lmaydi. Bo'layotgan bo'lsa, 25 million narx pulga bering, 25 million 500 ming so'm qilib sotamoq, 500 ming qo'yib. Bu qimmat oluvdim, u bu degan gaplarni qilyapman. Chunki o'tdi ketdi. Ikkovlashib emas, yoqqa o'tirib 100 kishilashib 60 ga borib ishni o'zgartirib kela olmaymiz. Kelajakda o'zgartira olamiz. Bo'ladigan narxida 25 million faqat rozi bo'lib, baraka bo'lsa, bering, mana 500 ming qo'yib sotaman. Chunki mana 500 ming rizq talabman shundan. Barakangiz bormi? 25 million narx pulga. Qayerdan sizniki? Uzor? Uzorni qayerda? Endi hozir Instagramda kommentlarni ham o'qimay yotuvdim, kecha o'qidim. 90% o'zdan negativ yoz boshladim. 90% emas, 9% 100 ichidan. Tushundingizmi? 9% odam mashina furushga sotyapsiz deb nima ish qilasiz? Savdo qilaman. Savdo qilasiz, ha? Erta bu sotuvga chiqib qolmay. Iloji bo'lsa mening mayli hamma mashina furushdan gaplarni qo'yib yuborib, tonimayman men. To'g'ri mashina furushga o'tib ketib qolyapti bitta ikkita mashina. Men tonimayman ko'pini. Buning uchun mendan xafa bo'lmanglar, men shu arzon olib xalqqa beray deyman. Mashina furush olsa ham menga shu 500 ming qo'ysam 500 ming, 1 million qo'ysam 1 million. Uni menga qizig'i yo'q-ku-da, iloji bo'lsa dehqonga sotaman. Shuning uchun chunki noto'g'ri nima qilmanglar. Meni hech kim bozorga ko'rmagan chunki men bozorga mashina sotib yurgan bala emasman. Mashina furushlarni tonimayman men. Bozorga kimlar chiqib mashina sotadi, bundan xabarim yo'q. Men bu kelgan 2 marta 3 marta ko'rsam tonimayman, siz bu mashina furush menga endi bermayman deyman. Lekin qo'ldan kelgancha xalqqa beraman mashina, noto'g'ri yozmanglar. Men mashina furush bo'lib bozorga chiqib mashina sotgan bala emasman. Men bir haftadan beri yuribman-da. Bir haftadan beri yuribsizmi? Xo'p, obzorni aytaman, eshiting aka, mashina polni kraska. Oldidan tekkan, usilitrlar qo'yilgan, orqasi yaxshi. 2009 Turkin dedingizmi? Motor qilganmi? 4 kun bo'pti motor qilgani, yangi akkumulyator orqaga turibdi. 25 ta benzin bor. 25 ta benzin ham bor ekan men. 25 million oldim, 500 ming so'm qo'yib sizga o'tdi. 500 mingga rozimisiz? Roziman. Rozi bo'ling. Aka, siz rozimisiz? 500 ming qo'yib sotdim. Yaxshi kunga biling.